Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda urbanizatsiya jarayonlari kuchaytirilishi haqida bo'ladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori qabul qilindi. Qonunchilikdagi yangiliklar: urbanizatsiya jarayonlari jadallashtiriladi. Qarorga ko'ra, Qo'ng'irot, Chimboy, Beruniy, Bo'zatov va Qonliko'l tumanlarida chorva ozuqasini yetishtirish, saqlash, qadoqlash quvvatlarini ishga tushirish va aholiga yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yiladi. 2026-yil yakuniga qadar Beruniy tumanida yillik quvvati 36 ming tonna bo'lgan chorva va baliq ozuqasini ishlab chiqarishga mo'ljallangan zamonaviy agromajmua loyihasi ishga tushiriladi. 2026-2028 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ming gektar yer maydonlarida chorva ozuqasi yetishtirish choralari ko'riladi. Ushbu xabarning to'liq matnini Telegramdagi huquqiy axborot kanalidan o'qib olishingiz mumkin bo'ladi.